Sakina. Taslim. Muallif Feruza Savxo'jaeva. G'aming davosin bandadan izlama. O'zga inson sening qalbingni yaratguvchisidek bilmaydi. Shams Tabriziy. Kuzgi yaproqlar ko'nglimdek sarosir izg'iydi. Yomg'ir yuvib o'tgan yo'lkalarga yopishgan bargi xazonlar endi oyoqlarga yopishadi. Nam havo issiq yozlardan qolgan yurak taftini sovutmoqchi bo'ladi. Mashinalar g'iz-g'iz o'tayotgan katta yo'lga termilib turar ekanman, temir to'siqqa qattiq suyanib qolganimni sezmabman. Qo'llarimga panjaraning izi tushibdi. Yomg'ir tomchilayapti. Osmondan bitta-bitta uzilib tushayotgan tomchilarga yuzimni tutdim. Muzdekkina yomg'irlar misdek qizigan yuzimda uzoq turmay dumalab tushib ketmoq istaydi. Keyin qaynoq ko'z yoshlarimga aralashib ketadi. Endi nima qilaman? Hammasi tugadimi shunda? Yo'q. O'zi nimadir boshlanganmidi? Ingichka va kimsasiz edi yo'lka. Qo'llarimni qora plashimning cho'ntagiga solgancha pastda ketayotgan mashinalar shovqini aro xayollarim bilan ketaverdim. O'shanda bahor edi. Balki umrimning bahori edimi? O'riklar qiyg'os gullagan, chuchmomalar ildizi sutga to'lgan. Qaldirg'ochlar qaytib kelganda. Suv sepib supurilgan, binafsha bosh ko'targan hovlilar chinni chiroq. Radiodan Nasiba Abdullayevaning Sevgi bahori qo'shig'i yangrab turar. O'zim tushlik ovqatni tayyorlab, endi samovarga o'tin tashlayotgan edim. Ko'chadan onamning dugonasi Nasiba xolam kirib keldi. Biz tomonlarda eshik darvozalar kunduzi qulflanmaydi. Hamma bir-birinikiga taqillatmay kirib kelaveradi. "Gulruxsor, xorma?" dedilar uzoqdan. Chopib bordim. "Assalomu alaykum. Keling xola. Oying yotibdimi?" "Nega yotarkanman? Xolnisa mato tashlab ketganda. Shuni bichib qo'ysammi deb kirgandim." "Assalomu alaykum. Kela qoling." Ayvondan onam tushib kelardi. Oyim mehmon bilan quchoqlashib ko'rishdi. Keyin uyga boshlar ekanlar, menga yuzlandilar. "Choy damla, ovqatingni tezlashtir bolam." Dasturxon tuzar ekanman, Nasiba xola sinchkov ko'zlari bilan harakatlarimni kuzatardi. Qoshidan o'sma, ko'zidan surma arimaydigan bu ayol onamning sirdoshi. Ikkisi ba'zan gaplashib o'tirib, yarim samovar choy ichib qo'yadilar. Tushlikka non palov qilgandim. Ustiga ko'k piyoz sepib suzib kirdim. "Chiqib kel, noyingga ham non soldini o'rgatsang bo'larkan. Sal suvi qochsa, oborib molning oxiriga tashlaydi. Uvolni bilmaydi. Qotirib tolqon qilmaydimi? Ertalab sutga solib bolalarga ichirsa, tayyor bo'tqa. Oling, ovqatga qarang. Juda yaxshi qizing bor-da, Gulxumor. Joningni madori." "Ha, shularning boriga shukr. Kattalari ham tinib, tinchib o'tiribdi. Qaynonalari ko'cha-ko'yda maqtab yurarmish. O'zimga hech aytmaydilar lekin. Onajonim soddagina." Nasiba xola ketadiganga o'xshamadi. Onam tikuv mashinasini, matolarni shu xonaga olib chiqib oldilar. Xolam choy ichib o'tirarkan, oyim ishini qilardi. Men esa xamir qorish uchun oshxonaga ketdim. Uyda non tugagan. Qolgan qutganni non palov qilgandim. Nasiba xola shu o'tirgancha xamir oshib, non pishganda ketdi. Tandirdan qip-qizil nonlarni uzib olarkanman, onam ayvondan chaqirdilar. "Gulruxsor, xolang ketyaptilar. Noningdan opki." Ikkita nonni qo'ltig'iga qisib chiqib ketdi qo'shni ayol. Meni maqtab ketdi u. Har safar aytadigan so'zlarni takrorlab ketdi. "Shunday kelinim bo'lsa edi. 20 yoshda edim o'shanda. Maqtovlardan uchib qo'nib yurardim. Sarishta qiz edim. Chaqqon qiz edim. Hammaning orzusidagi qiz edim. O'sha kuni onam bir gap aytib qoldilar. Shu Nasiba xolang seni shahardagi singlisiga berib yuborgan o'g'liga mo'ljallab yuribdi-yu.
boya bir uchini chiqardi. Ko'nglim g'alati bo'lib ketdi. Biz tomonlarda qizlar yosh uzatiladi. Tengdosh dugonalarimning deyarli barchasi turmushga chiqib ketdi. Kuz kelsa 21 ga qadam qo'yaman. O'sha paytlar negadir ko'nglimda turmushga chiqolmay qolib ketsam-a, meni hech kim tanlamasa-ya degan xavotir bor edi. O'zimga bo'lgan ishonchim past. Nazarimda ko'rimsiz qiz edim. Sariqqa moyil, sepkil bosgan yuzimdan uyalar. O'zbek qizlarinikidan farqli o'laroq sochlarim ham sarg'ishroq edi. Siyrak, sarg'ish qoshimga o'sma qo'ysam, yam-yashil bo'lib qolar. Sepkilli yuzimda g'alati ko'rinardi. Xullas, o'zimdan qoniqmas. O'zimni past baholar edim. Deyarli uydan eshikka chiqmasdim. Onam aytgan xabardan yuragim o'ynab ketdi. Garchi sezdirmagan bo'lsam-da, harakatlarim yanada tezlashgan. Har kuni uyimizni qirtishlab tozalab, deraza romlarini qayta-qayta yuvar. O'choq boshini 3 mahal soz tuproq bilan suvardim. Yuragim sezgan ekan. Nasiba xolam singlisini yetaklab keldi. Qo'shnimizning shaharlik singlisi xuddi o'ziga o'xshab o'sma surmali, faqat bug'doy rang ayol edi. Onam bu safar meni chaqirmay mehmonlarni o'zi kutib oldi. Kechqurun dadam ukam bilan ovqatlanib bo'lgach, onam "Guli, sen o'choq boshiga bora qol" dedilar. Bildim. Ichi pishib ketyapti. Tezroq yangilikni aytgisi kelyapti. Yomg'ir tezlashib ketdi. Ancha yurdim. Yomg'irpo'sh ham olmagandim. Bekatga yaqinlashganimda sport kiyimidagi bir qiz yugurib mashina yo'ldan o'ta boshladi. Mashinalar qiq etib ovoz chiqarar, paydarpay signal chalar. Sochlari yoyilgan qiz mashinalar oralab telbavor yugurardi. Bir payt ortidan bitta yigitning quvlab ketayotganiga ko'zim tushdi. Mashina yo'ldan o'tib daraxtlar quyuq o'sgan yo'lkada qizga yetib oldi u. So'ng mahkam quchoqlab oldi. Qiz otilar yigitning qo'lidan chiqib ketmoqchi bo'lardi. Ko'zlarimga yosh quyilib kela boshladi. Men o'z aybimni topgandim. O'z xatoyimni shu qiz orqali ko'rib turardim. O'sha kuni u menga "Agar yana turmushga chiqsang, bitta maslahat" dedi. So'ng yerga qarab gapirdi. "Bu qadar o'zingni oyoq osti qilma." Men ahmoq o'shanda ham qaytib bordim. O'zimni uning oyoqlari ostiga otdim. Otam amakilarim bilan borib yigitni surishtirgan bo'ldilar. Oyimning aytishicha, Nasiba xolaning singlisi shaharda o'qiyman deb yurib, olima bo'laman deb turmush qurmay, umrini o'tkazib yuboribdi. Keyin opasining bolasini tarbiyasiga oladi. Meni o'sha xonadon kelin qilmoqchi edi. Yigit kelishini xabar berdilar. O'zimga hamisha past baho berganim uchun ham qattiq qo'rqayotgandim. Yigitga yoqmay qolsam-chi? O'sha kuni opam bilan shaharga yo'l oldim. Uchrashuvimiz allaqanday yemakxonaga belgilanibdi. Yigit yolg'iz keldi. Ozg'in, sochlari to'kila boshlagan, oq sariqdan kelgan ko'rimsizgina yigit edi u. Sovuqqina bo'ldi uchrashuvimiz. Taqdir ekan, to'y kuni belgilandi. To'ygacha yana 1-2 ko'rishadigan bo'ldik. Qishning qahratonida to'yimiz bo'ldi. "Guli ruxsor", dedi Sharif akam. "Bizga hozir farzand kerak emas. 1-2 yil yoshlik zavqini suraylik, ota-onalikka tayyor bo'laylik." To'g'risi, u nima istayotganini tushunmadim. Shuning uchun har kuni bir mahal, bir xil paytda "Mana bu tabletkani ichasan" dedi. Keyin turib tumbuchka ustidagi grafindan suv quyib uzatdi. Har oqshom icha boshladim shu dorini. Ammo bu haqida hech kimga aytmadim. Men shu ozg'in, sochlari erta to'kilayotgan erkakni sevib qolgandim. U nima desa, so'zsiz bajarardim. Uyda hamma sharoit bor. Issiq suv, sovuq suv, hammom, gaz, ortiqcha qiyinchilik yo'q. Oyjon ham, turmush o'rtog'im ham ertalab ishga ketib, shomda qaytadi. Ular kelishiga hamma yoqni yig'ishtirib, osh-ovqat qilib o'tiraman. Qaynonam charchab qoladi. Tez o'z xonasiga kirib ketadi. Sharof akam futbol bo'ladigan kuni kayfiyati yaxshi bo'lib qoladi. Boshqa payt bir og'iz ham gapirmay yurishi mumkin. Bir o'zbek qizi. To'g'rirog'i, qishloqda o'sgan bir qiz orzu qilgan hayotda edim. Rozi edim o'tayotgan kunlarimdan. 1-2 oyda bir ota-onamni ko'rgani borardim. Opalarim ham o'sha kuni bola chaqasi bilan yetib kelardi. "Qani gapir, Toshkent yoqdimi?" so'raydi ular qayta-qayta. "Yoqdi", deyman sekin. "Qayerlarda bo'lding?" deyshadi. Mana 1 yil bo'libdiki, uydan eshikka chiqmadim.
Qaynonam ham na qo'ni qo'shnisi, na qarindosh urug'i bilan bordi keldi qilmas edi. Bir kun uyda yotib qolishga ruxsat so'radim. Kun bo'yi opalarimning bolalari va ularning xarxashasi bilan onam bilan bafurja gaplasha olmadim. Sen ketgach, qiynalib qoldim bolam. Kuchim, quvvatim ekansan. Dadang bechora bir oydan buyon xamir ovqat so'raydi. Tikishni ham yig'ishtirdim, baribir hech narsaga ulgurmayapman. Kecha dadang, qo'yaver, biznikiga xon kelarmidi deydilar. Qizlarim keladi dedim. Oyi, dedim sekin. Biz ham kuyovingiz bilan sizlarga o'xshab gaplashib o'tirarmikinmiz? Biz ham sizlardek bo'lib ketamizmi? Onam jim bo'lib qoldi. Keyin o'tirib oldi. Qandaydir hansirab so'radi. Nima? Munosabatinglar yaxshi emasmi? Bilmasam, deyarli gaplashmaymiz. Qanday? Sira gaplashmaysizlarmi? Ha, ba'zi kunlari bir og'iz ham. Onam jim bo'lib qoldi. Keyin yana hansirab gapirdi. Bolam, ering bilan o'tirib gaplashib olishing kerak. Qani onam bechora shu so'zni aytmaganida? Qani men shu so'zni aytish uchun o'zimda kuch topa olmaganimda? O'sha kuni Sharof akam ishdan erta qaytdi. Kiyimini almashtirdi. Indamay, choy ichdi, jim o'tirib. Kitob o'qimoqchi bo'ldi chog'i, sassizgina turib mehmonxonaga yo'l oldi. Ortidan kirdim. Divanga oyoq tomoniga o'tirdim. Sekin gap boshladim. Sharof aka, nega hech suhbatlashib o'tirmaymiz? Birga biron yoqqa bormaymiz? Erim biroz kitobga tikilib yotdi. Savolimni yana qaytardim. Yana sukunat. Yana so'radim. U o'rnidan turib o'tirdi. To'g'risini aytaymi? Men bechora xatolarimni tuzatmoqchi edim. Munosabatlarimizni yaxshilamoqchi edim. Ayting, dedim ishonch bilan. Senda ko'nglim yo'q. Har bir harakating g'ashimni keltiradi. Sen men orzu qilgan ayol emassan. Kulishing ham xunuk. Sendan keladigan hidga esa chidolmayman. Bo'ldi, yetar. To'xtating, gapirmang. Shafqatsiz edi u. Qo'yib bersam, bir soat gapirardi. Men uyimga keta olmayman. Ota-onamga nima deyman? Gunohim nima? Nega uylandingiz yoqmasam? Ko'nikib ketarman deb o'ylagandim. Iloji bo'lsa, ket. Har kuni beradigan doringiz homilador bo'lmasliging uchun. Farzand ko'rsak, ajrasha olmay qolaman. Qanday shafqatsizlik. Qanday yuzsizlik. Nima aybim bor edi mening? Qaysi gunohim uchun bu ko'rguliklar? O'shanda bu gaplarni unga ayta olmadim. Ammo keta olmadim ham. Menga imkon bering, iltimos. Haydamang. Ket desa, oyog'iga yotib yig'labman. Haydamang debman. O'shanda men qishloqqa qaytib borishga ham qo'rqqanmidim, uyalganmidim? Yo'q. Men shu odamga ko'ngil qo'yib ulgurgandim. Oilamni saqlab qolmoqchi edim xolos. Ayol kishi erkakdan kuchliroq sevadi. Bu aniq. U o'z juftiga juda tez ko'nikadi. Uning qusurlarini ham fazilat deb qabul qiladi. Yoridan ayrilsa, boshiga tog'lar qulab tushadi. Bilmadim, balki men shundaydirman. O'sha kuni eng zarur narsalarimni olib, eshikdan chiqib ketayotib ham undan umid qildim. Ortimga qaytarar dedim. Turmush qurganimga 1 yil bo'lganda. Odam uyidagi mushukka ham o'rganadi 1 yilda. Kuchukka ham. Odam odamga o'rganmaydimi? Xullas, ketdim. Voy, Gul Ruxsor, tinchlikmi? Rang quti o'chib ketgan onam qo'lidagi xoqqanoz bilan qo'shib yelkamdan quchdi. Tinchlik. Ko'rgani keldim sizlarni. Mehmonga kelsang, bosh ustiga. Qo'rqib ketdim bolam. Dasturxon boshida ham indamay o'tiraverdim. Tomog'imdan suv o'tmayotganda. Senda ko'nglim yo'q. Senda ko'nglim yo'q. Senda ko'nglim yo'q. Quloqlarimni berkitdim. Onam harakatlarimni kuzatib o'tirgan ekan. Hoy, Guli, nima bo'ldi? Meni qo'rqitma bolam. Oyi, juda ham charchadim. Bir pas yotib dam olay. Qorong'u uyga kirib o'zimga ko'rpacha soldim. Ustimga ko'rpa yopdim-u, devorga o'girilib yotaverdim. Nega undan so'radim? Tinchgina o'tirgan edim-ku. 2 kun o'tib qaynonam keldi.
Hech gap bo'lmagandek. Onam sho'rlik aylanib o'rgilib mehmon qildi. Og'ziga termilib o'tirdi. Haqiqatni so'ragani qo'rqdi. Gulruxsor, ketamizmi uyga? Xo'p, oyijon, dedim. Ketdik. Onajonim mo'ltirab qoldi. To'kilib qoldi volidam. Bir umid bilan kirib bordim. Kechqurun erim keldi. Ko'zlari sovuq boqardi. Nega kelding? Oyijon olib keldilar. Yo'q deya olmadim. Men sizga xalaqit bermayman. Siz e'tibor qilmang. O'zim shundoq yuraveraman. Bir oycha bir xizmatkor misoli bir burda nonimni halollab yeb yurdim. Turmush o'rtog'im menga qo'lini ham tekkizmay qo'ygandi. Bir uydagi ikki begona edik. Kun bo'yi beminnat nur sochib charchagan bobo quyosh ufqqa bosh qo'yar ekan, qontalash bag'rini bulutga bosib orom olgandek bo'ldi. U ketdi-yu, atrofga bir zumda sukunat cho'kdi, qoldi. Hamma yoq jim bo'ldi. Quyoshning botishini poylab turgandek osmonda oy ko'rindi. U birin-ketin bolalarni osmon toqiga joylay boshladi. Keyin birgalashib hammalari nur sochdilar, jilva qildilar. Ammo quyoshdek bo'lmadi ular. Ochiq supada qimir etmay samoni kuzatar ekanman, dunyoda barcha narsaning o'z o'rni bor. Mening o'rnim qayerda ekan, deb o'ylardim. Kechqurun erim boshqacha kirib keldi. Ko'zlari yonardi uning. Kayfiyati a'lo edi. 1,5 yil mobaynida uni ilk bor shu ahvolda ko'rdim. Bu kayfiyat bir hafta davom etdi. Ajab. Uning xursandchiligi meni ham tinchlantirgan edi. Ammo bir hafta o'tib eshikdan yana g'azabnok kirib keldi. Ket. Iltimos, ket. Boshqasiga turmushga chiq. Men uni topdim. Bir umr izladim uni. Sen borliging uchun meni qabul qilmayapti u. Nima qilay? Eshikdan itarib chiqaraymi? Na iloj. Eshikka qarab yurar ekanman, so'z qotdi. Agar yana erga tegsang, o'zingni bunchalik oyoq osti qilma. Ketdim. Eshiklarni yopdim. Batamom, qaytmas bo'lib. Meni nega bunday tug'dingiz, ona? Nimaga baxtsiz bo'ldim? Ko'ngil nima u? Nega meni erim yoqtirmadi? Har tong, har peshin, har kech telbalardek shu savolni onamga berdim. Onam, onaizorim quladi. Terakdek. Yo'q, avvaliga shamolda qolgandek barglari dir-dir titradi. Keyin o'zi bir yonga og'ib tushdi. Yotib qoldi mehribonim. Agar dardimni toshga aytsam, tosh yorilardi. Suvga aytsam, qurib qolardi. Onam qanday ko'tarsin? Hammaga yomon bo'ldim. Onamni kasal qilganimni yuzimga aytolmasa-da, opalarimning nafratini his qilib turardim. Onamning boshidan bir qadam jilmayotgan otamni ko'rib ezilib ketardim. Hammasidan charchadim. Bir kecha arqon olib og'ilga yo'l oldim. Hammasidan bir yo'li qutulaman. Odamlar ham mendan qutuladi. Mol boylayverib o'rganib ketganman. Hozir kiraman u og'ilning to'siniga arqonni bog'layman. Mollarga suv beradigan chelak ustiga chiqib arqonni to'singa tashladim hamki, orqamdan kelib kimdir ko'tarib oldi. Bolam, bu nima qilganing ahmoq? Keyin yuzimga suv sepdi. Onangni o'ylamadingmi? Meni o'ylamadingmi? Keyin o'zi ho'ngrab yig'lay boshladi. Ertasiga otam meni domlaga olib bordi. O'qitdi, dam soldirdi. Yoshi 50lardan oshgan, bo'yi uzun, Xotimadan kelgan domla yerga qaragancha Qur'on o'qir ekan, onda-sonda suflab qo'yardi. Ruhimga bir halovat kirib kelayotganini sezardim. Keyin domla so'z boshladi. Bolam, inson hayoti doim bir xil ne'matlar ichida kechmaydi. Gohida yengil, gohida og'ir, ba'zida xursandchilik, ba'zida musibat. Alisher Navoiy o'z hikmatlarida 80 yil yashash uchun 80 yillik sabr kerak deganlar. Demak, inson balo va musibatlarga qarshi sabrni qalqon qilib olishi kerak. Chunki dinimizning ta'limoti bo'yicha dunyoda yuz beradigan barcha ishlar Alloh taoloning xohish irodasi bilan bo'ladi. Mo'min musulmon kishi hayot qiyinchiliklarini dunyoning sinovi ekani, har bir musibat, hatto tikanning kirishi ham ajrsiz qolmasligini biladi. U qiyinchiliklarga sabr bardoshli bo'ladi va savob umid qiladi. Musibat yetganda biz Allohning bandasi va unga qaytib borishimizni eslashimiz darkor.
O'z joniga qasd qilgan odam u dunyoda ham nima bo'lishini bilsammi? To'g'ri do'zaxga boradi. Har kuni bir marta o'zini o'ldiradi. Har kuni jon chiqish azobini totib ko'radi. Alloh seni asrabdi bolam. Alloh taolo bandasiga omonat o'laroq ato qilgan jon tiriklikni faqat o'zi xohlagan paytda qaytarib oladi. Jonni bandaning o'zi olishga harakat qilishi, shoshilish va Alloh taoloning taqdiriga norozilikdir. O'sha voqeadan keyin hamma mendan hadiksirab qolgan. Opalarim oshkora nafratlanar. Onam hamon ko'rpa to'shak qilib yotar. Faqat otamgina ortimdan poylab yurardi. Yana bahor keldi. Ariqlar loyqa suvlar bilan to'ldi. Qor tagida qolgan chirindilar ko'zga yaqqol tashlanib, odamda yoqimsiz kayfiyat uyg'otadi. Ukamning ishi bo'lsa kerak. Kompotdan qolgan olchani qor ustiga to'kkan shamasi, danaklari choy shammasi aralashib ko'rinib yotardi. Nariroqda alyumin qoshiqi yerga botib qolibdi. Kech kuzgi xazonlar chirib, qo'ng'ir tusga kira boshlabdi. Bari ko'ngilga g'ashlik soladi. Avval bu hovlilarni qanday tozalardim? Kirgan odamning havasi kelardi. O'tgan yildan qolgan gulzorning bosh tomonida binafshalar bosh ko'tarib qolibdi. Ana, bitta ikkitasi gullab ham ulguribdi. Shu mitta gullargina hayotning juda go'zal, rangli ekanini eslatib qo'ymoqchi bo'lardi. Eshigimiz ochilib Nasiba xolam ko'rindi. Allaqanday nafrat bilan boqdimmi yoki ko'rinishim ayanchli edimi? Aybdorona keldi u. Turib ko'rishgan bo'ldim. Qo'ying yaxshi bo'lib qoldilarmi? Yotibdilar. O'zing yaxshimisan? Keyin birdan ovozi o'zgardi. Hammasini eshitdim. Bu nimasi nodon qiz? O'zingni o'ldirishga balo bormi? Ensam qotib ketibdi. Sizlar emasmi? Guldek umrimni uvol qilgan. Indamay turaverdim. Nasiba xolam mazza qilib nasihat qila olmadi. U gaplarni eshitmayotganimni sezib qolganda. Supuruqsiz hovlilar, nonushtadan beri yig'ilmagan dasturxon kayfiyatimni ko'rsatib turardi. Onamning oldida ham ko'p o'tira olmadi qo'shni. Oshkora yuzini burdi oyim. Avvallari kechgacha o'tirib, bir kosa ovqat ko'tarib chiqib ketadigan qo'shni tez qaytdi. Ortidan erinmay borib eshikni yopdim. Bir paytlar shanba bo'lsa, 3 ta bolasini yetaklab kelib, yakshanba kechki uyga qaytadigan opalarim ham 2 haftada bir 2 soatga kelib ketadigan bo'ldilar. Onamga qarash, hovli joyni epiqiga keltirish malol kelayotganda. Shu narsalar alam qildimi, menga zaharini sochadi ular. Ering uylanib bo'ldi. Sen ham bitta yarimtasiga tegib ket. Pochchang ham ha desa, seni yuzimga soladigan bo'ldi. Bitta erni epla olmading. Hamma gapiryapti. Ozoda bo'lguncha, farosatli bo'lganida shaharda yashab ketar edi deb. Shu opam o'zi o'ylamay gapiradi. Pochchamga yaxshi qurol bo'lib beribman. Meni dastak qilib, opamning tilini sal qisqartiradi edi. Ajab bo'pti. Indamayman. Domlaning gaplarini eslayman. Imom Buxoriydan keltirilgan shunday hadis bor. Sizlardan oldin o'tgan qavm orasida bir yaralangan kimsa bor edi. U og'riqqa chiday olmasdan qo'liga pichoq olib, yaralangan qo'lini kesdi. Natijada u qon yo'qotish tufayli vafot etdi. Shunda Alloh taolo bandam o'zini o'zi o'ldirib, mening unga bergan umrimga shukr qilmay shoshildi. Shuning uchun unga jannatni harom qildim dedi. Endi sabrli bo'lasan bolam. Vaqt o'tib, odamlar ham gapira-gapira charchadi. Mening hikoyam qishloqdagilarimning yodidan ko'tarila boshladi shekilli. Yozning oxirlariga borib, otam ishlash uchun boshqa davlatga ketadigan bo'ldi. Ko'nglim g'ash edi. Yuragim bezovta. Buni dadamga qanday tushuntirishni bilmasdim. Kechasi otamning yuk xaltasini tayyorladim. Tolqon, bo'g'irsoq, non soldim. Kiyimlarini joylar ekanman, xo'rlatib choy ichayotgan otamga so'z qotdim. Dada, meni ham olib keting. Otam bir lahza o'yga cho'mib qoldi. O'zim zo'rg'a ketyapman bolam, noilojlikdan. U sovuq yurtlarda senga nima bor? O'zingni ehtiyot qil bolam. Otam 50 dan oshgan odam. Ammo qo'lidan hamma ish keladi. Otam ketdi. Onam o'rnidan turdi. Otam ham ketdi. Kimim bor? Mehribonim bormi? Shu savol tez-tez miyamda aylanadigan bo'lib qoldi. O'shanda otam ketganiga 6 oylar chamasi bo'lganda. Iliq shamollar bahor nafasini olib kelgan. Havolar mayin tortib, yerlar ham yumshab qolganda. Uyda quruq joy qolmagan.
Mahallamizdan ancha olisdagi do'konga chiqib kelishim kerak edi. Bu do'konda mast qiluvchi ichimliklar sotilar. Shundanmi doim erkaklar gavjum bo'lardi. Ko'nglim xijil bo'lib kirdim. Allaqanday mast erkak peshtaxtaga suyanib turar. Kichikkina do'kondan badbo'y is kelar. Tezroq qochib chiqib ketkim kelardi. Kerakli narsalarni olib xonani tark etarkanman, ortimdan haligi erkak ham yurib kela boshladi. "Hoy, to'xta", dedi u. Indamay ketaverdim. "Menga qara, to'xta. Shaharlikka yoqmagan bo'lsang ham bizga bo'laverasan." Atrofga shom qorong'uligi tushib borar. Qo'rqqanimdan ovozimni boricha baqirdim. "Yo'qol!" Keyin egilib qo'limga kattagina tosh oldim u ortimga qaramay yugurib ketdim. Ko'chalar kimsasiz edi. Yaqinlashib qolsa basharasini buzaman. Shunday deyman u o'zim dag'ida qaltirayman. Bolaligimdan boshlab negadir piyonista odamdan qo'rqaman. Uyga zo'rg'a yetib keldim. Bo'g'zimga nimadir tiqilib qolgan. Zo'rg'a nafas olardim. Men o'sha kuni bu bevalik yukining, yolg'izlik yukining yana bir achchiq ta'mini totib ko'rdim. Umuman ko'chaga chiqmay qo'ydim. Uyga qamalib o'tirar ekanman, taskin izlardim. Kimim bor? Kim bor? Mehribonim bormi? Shu tun bir mujda keldi. Men ilk bor peshonamni sajdaga qo'ydim. Ich-ichimdan kelayotgan xo'rsiniqni yengar ekanman, qo'llarimni duoga ochib, "Alloh, men qadaringga roziman", dedim. Taslim bo'lgan edim. Alloh shu sinovlar orqali meni hidoyatga boshlaganini tushunib qolgandim. Qancha qalblar uni tanimay o'tyapti. Qancha peshonalar bor, sajda ko'rmayapti. Qancha qullar bor, egasini tanimaydi. O'sha kunlari qo'limga Alixon To'ra Sog'uniyning Tarixi Muhammadiy kitobi tushib qoldi. Shu kitob islomni tanishimga turtki bo'ldi. Umrimning mazmunini, nima uchun yaratilganimni anglab borayotgan edim. Men Robbim bilan gaplashishni o'rganib olgandim. Tunlarni deyarli ibodatda o'tkaza boshladim. Men yolg'iz emasman. Do'stim Allohim bor. Sirlarimni sotmaydi. Meni istaganicha eshitadi. Qalbimdagi g'amlarimni artadi. Qadarga taslim bo'lib, ko'nglim bir sokinlik topgan edi. Sharof 2 farzandlik bo'lganida kichik opam menga xaridor topib keldi. O'zimdan 17 yosh katta edi erkak. 25 yoshimda 42 yosh erkak sovchi bo'lganda. Avvalgi ayoli vafot etgan. 2 qizini uzatgan edi u. Kichik opam baribir sal mehribonroq. Ko'nglimga qarab gapirardi. Boshida ortiqcha tashvishi yo'q odam. Qo'shni tumanda yashaydi. Tadbirkorligi bor ekan. U joyi tayin. Bir gaplashib ko'rasanmi? Yo'q, dedim e'tirozga o'rin qoldirmaydigan qilib. O'zi endi halovat topdim. Oradan bir oylar o'tib, opam bilan pochcham mehmonga keldi. Yonida yana bir odam bor edi. Qaddi tik, o'ktam, kiyimlari yarashiqli. Bu o'sha odam edi. Biz mehmonxonada 10 daqiqa suhbatlashdik. Ketmoqqa shaylanarkan, "Gul ruxsor, menga yoqdingiz", dedi u. "Qarashlaringiz beg'ubor ekan. Yuzingizda nur jilva qilyapti." Yig'lab yubordim. Mehmonxonaning o'rtasida turib hiqillab yig'lar ekanman, o'rnidan turib ketdi. "Nima bo'ldi? Sizni xafa qildimmi?" "Yig'lamang-ye, odamni qo'rqitib." Narimon edi bu odamning ismi. U o'sha kuni o'ylab ko'rishim uchun vaqt berib ketdi. Ammo ertasiga yoq uyga mashinasining yukxonasini to'ldirib olib kelgan bozorligini tashlab ketdi. Bitta chiroyli qopchiqda esa men uchun alohida sovg'a bor edi. Ayol kishi bir og'iz yaxshi gapning, bitta iltifotning gadosi. Men ham ayol edim. Garchi shu kungacha birorta sovg'aga loyiq ko'rilmagan bo'lsam ham. Islom buyuk din. U bekorga ayolga mehr tayin etmagan. Ayol kishining fitratidan kelib chiqib unga sovg'a berib, rozi qilib keyin uylanganlar. Aytishlaricha, arab mamlakatlarida ajrim deyarli yo'q ekan. Sababi ayollarni juda katta mehr evaziga nikohlab olar ekanlar. Bizda qizlar arzon, qadri ham, o'zi ham. Narimon aka bilan yana bir marta ko'rishdik. Imkonim bor ekan, sizning hasrat kunlaringizni xursandchilikka almashtirishga harakat qilaman, dedi u. Qanday chiroyli va'da. Men baxtiyor edim. Kichikkina marosim bo'ldi. Dadam to'yimizga olisdan fotiha berdilar.
O'zim orzu qilganimdek tamomila boshqa uzatilib qishloqqa ketdim. Ham qishloqlarimdan butunlay ko'nglim qolgandi. Chin juftlik qanday bo'lishini ikkinchi bor turmushga chiqqach his qila boshladim. E'tibor, mehr, g'amxo'rlik ayol kishini baxtiyor qilar ekan. Yaxshiyam o'shanda Sharof meni haydab yuboribdi. Bo'lmasa, hali ham uning oyoqlariga yiqilib, bir og'iz gapiga maqtal bo'lib yashayotgan bo'lardim. Mana shu katta bog'-rog'li hovli, fayzli uylar endi meniki ham edi. Bir oydan so'ng uyimdagilar ko'rgani keldi. "Sen chiroyli bo'lib ketibsan", dedi kichik opam. "Ha, rost. Boshqacha bo'lib qolibsan", tasdiqladi kattasi. Kechasi turmush o'rtog'imga shularni aytsam, bir rivoyat aytib berdi. Ikki shaharning mashhur rassomlari rasm chizishda mohirlik borasida doim tortishar edilar. Ularning biri xitoylik rassomlar, ikkinchisi anadolilik, turkiyalik rassomlar edi. Shahar hukmdori ularning orasini ajratish uchun saroyiga taklif qildi. Ularga bir xonani ko'rsatdi. Uni orasida devor o'rnatishdi. Bir qismi Xitoy rassomlariga va ikkinchisi anadolilik rassomlarga topshirildi. Ular o'z mahoratlarini ishga solib rasm sola boshladilar. Xitoylik rassomlar juda ko'p bo'yoqlar so'rab, juda chiroyli suratlar chizdilar. Anadolilik rassomlar esa o'zlariga berilgan xonaning bir qismini billurdek shaffof bo'lgan moviy rangga bo'yadilar. Belgilangan vaqt tugagach, podshoh xonani tekshirgani kirdi. Birinchi bo'lib xitoylik rassomlarning ishlarini ko'rib qoyil qoldi. Ular xonani ustalik bilan bezatib, rasm chizgan edilar. Navbat anadolilik rassomlarga kelganda, ular oradagi devorni olib tashlashni aytdilar. Oradagi to'siq olingandan so'ng xitoylik rassomlar chizgan surat anadolilik rassomlar chizgan billurdek shaffof moviy devorlarda aks etdi. Buni ko'rgan podshoh hayratdan lol qoldi. Buning oddiylik va bejirimliligiga tasannolar aytdi. Ko'rdingmi? Barcha go'zallik va bejirimlilik chiroyli sabr, soddalik va oddiylikdadir. Garchi u kishiga indamagan bo'lsam ham, bu rivoyatni men boshqacha tushundim. Bu rivoyat chindan ham men haqimda edi. Narimon akamdan minnatdorman. U kishi chin san'atkor. Mohir rassom o'laroq mendagi qo'rquv, o'ziga ishonmaslik devorini olib tashlaganda, endi yuzimga baxt soya tashlagan. Bu esa yurish turishimda aks eta boshlaganda. Yelkamdagi yoqimsiz, og'ir yuk qulab ketganiga ancha bo'ldi. O'zim esa eng baxtiyor kunlarimni kechirmoqdaman. Hozir ikkita o'g'limiz bor. Narimon akaning nevaralaridan kichik o'g'illarim. Oilamiz quvonchi. Mening baxt tomon qo'ygan birinchi qadamim qadarimga taslim bo'lgan kunimdan boshlandi. Asar real hayotiy voqealar asosida yozildi. Muallif Feruza Salxo'joyeva.